Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Arzon joyi mebel kanaliga xush kelibsizlar. Usta hunarmand o'zi shu sababdan endi xudo xolasa qo'lidan kelgancha video obzorini qilib beradi. Hunarmand bo'lgan holatida shu gapga yo'qroqman deyapti. Biz ham yordam beramiz. Manzil Andijon viloyatida Oltinko'l tumanida kelmoqchi bo'lganlarga pastda telefon nomeri qoldiramiz. Ustani o'zi bog'lanadi. Bu yerda hech qanaqa o'rtada odam yo'q. Shu oilaviy sex, xudo xolasa, ishlab chiqarish. Albatta. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, sababi sexni o'ziniki, kanalni qo'llab-quvvatlab, ustani bitta qo'llab-quvvatlayveramiz. Xudo xolasa narxlarni juda chiroyli narxda qo'yib boramiz deyapti, kanalimiz yangi bo'lganligi uchun. Xo'p, sizlarni vaqtinglarni olmagan holatda bir chekkadan obzorni boshlayveramiz. Kommentariyada narxlarni yozib turinglar, inshaalloh undan arzon qilib berishga harakat qilamiz. Sizlar o'ylagandan ham arzonroq bo'ladi inshaalloh. Bu komplektimiz 16 talik. Yong'oq yog'ochda ishlangan, materiallari moshi material, macharkalari 12 sm qo'yilgan. Xonlari xon taxta bo'ladi. Xonlari laminatdan bo'lgan. Bular laminatdan bo'lgan. Bular laminatdan. Hozir ko'rib turgan xon taxtamiz laminatdan bo'lgan. 360 ga 120 holatda ishlangan. 360 ga 120. 16 talik komplektimiz. 16 kishilik, stullar 100% yong'oq. Stollari xudo xolasa 100% yong'oqda. Boshqa narsa aralashmaydi. Bemalol yetib borganda ustalarga ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. Xudo xolasa. Jemchuk svetda kraska qayerdiki? Kraska Turetskiy. Turetskiy. Kraskalarimiz Turli bo'ya. Gap bo'lishi mumkin emas. 16 kishilik shu holatida necha pul? 16 taligimiz hozir shu holatda 8 million so'm qo'ydik. 8 million so'm. Hozir o'sha to'y sezon boshlanish arafasida, bundan bu yog'i narxi qanchagacha turishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Narxlarimiz ko'tarilib ketishi mumkin. Ko'tarilib ketishi mumkin, lekin qachongachaligini bilmaymiz. Qachongachaligini aniq ayta olmaymiz. Buni har xil svetlarda qilib bera olamiz. Shampan svetda machanqalari o'zgarmaydi. Pullar o'zgarmaydi. Pullar o'zgarmagan holatda. Demak, rangi, materiali o'zgarsa, pul o'zgarmaydi. Shampan oq qilib xohlagan rangida qilib bera olamiz. Gap bo'lishi mumkin. Razmeriga, pardalarning ranglariga qarab o'zgaraveradi. Tushunarli. Xo'p, bu bo'yicha menimcha qisqacha ma'lumot berildi. Yana agar qanaqadir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, bemalol ustani o'ziga telefon qilinglar. Hozir to'g'risi gapga usta o'zi ukam, lekin kameramni olib kelganda hamma gapga usta odam ham haligi ikkilanib qoladi. Shu sababdan telefon qilsanglar, hayajonlanmasdan o'zingizlar bilan gaplashadi. Xo'p, bu komplektimiz keladigan bo'lsa, shampan svet ishlangan 12 talik. Xonlari 320 ga 120, xonlari xon taxta bo'ladi. Bunimiz ham 100% yong'oqda ishlangan. Sidina qismlari 12 sm machalka ishlatilgan. Gap bo'lishi mumkin emas, mana do'stlar, ko'raverasizlar. Endi bu 320 ligi, demak 5 metrdan 5 metr va 5 metrdan katta uylarga tushadi. 5 metr uylarga tushadi, xudo xolasa. Uylarga tushadi. Endi kimgadir 10 ta, 12 ta, 20 ta, 24 ta, 40 ta nechtalik bo'lsa ham qilib berish imkoniyati bor. Albatta, bunaqa imkoniyatlari bor. 16 talik, 20 talik, 24 talik. Hozir shuni agar 16 talik kerak desa, demak 8 million. 8 million so'm, ha. Bu necha pulga chiqadi? Bunimiz 6 million so'mga. Bu 6 million so'mga. 12 talik. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Agar narxi sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Xo'p, keyin yana bitta narsani aytib o'taman do'stlar. Qaydadir 6,5 million ko'ryapsizlar, qaydadir 5 million 800 ming ko'ryapsizlar. Usta buni aytib o'tishimiz kerak, albatta. Narxni solishtirayotganda o'rtadagi sifatni ham solishtiringlar. Albatta. Do'stlar, bemalol agar xolasa kачестволariga, machalkalariga kafolat beramiz. Kelinglar, bunday qilamiz. Mana sizga yoqdi shu komplekt, ustaga telefon qildingiz, zakazni berdingiz. Zakaz tayyor bo'lgandan keyin upakovkadan oldin shu klientga telefon qilingda, video vizitda polniy o't iddo ko'rsating, yaqinlashtirib, hamma joyini yaqinlashtirib, keyin bo'ldi, menga ma'qul degandan keyin upakovka qilib, keyin mashinasiga yuklab bersangiz bo'ladi. Albatta. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha imkoniyati bor. Imkoniyati bor, Andijonga besplatni. Andijon viloyat bo'yichami? Andijon viloyat bo'ylab, Andijon shahar bo'ylab. Xudo xolasa besplatni, ichida. Qolgan joylarga imkon qadar arzonroq chiqarib beriladi. Bu hozirgi 16 taligimizni tushunishim bo'yicha 12 kishilik. Bu ham 6 million so'm. Oq svetda ishlangan. Xuddi shuni 12 taligi 6 million so'm narxi. On taxtalari hamma yo'q bir xil. Xo'p, hozir tomoshabinlar vaqtini olmaylik, boya ma'lumotini berdik. Kimga kerak bo'lsa 12 taligi. 12 taligi. Hozir bular zakazga tayyor bo'lganmi yoki sotiladigan ishlar? Bularimiz ichida sotiladiganlari, zakazga tayyor bo'lganlari ham bor. Demak, xohlaganlar shuni olishi mumkin.
tushunarli. Bu ham ajoyib ish ekan, Xitoy atirguli. Bunimiz Xitoy atirgul deyiladi. Xitoy atirgul 3D mana. fasonda ishlangan. Do'stlar, bu ham yongi oyoqacha. Old oyoqlari o'yilib, ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz 6,5 million so'm, 12 talik, 320 ga 120, honlari xon taxta bo'ladi. NDFda ishlangan bunimiz. Honlari xon taxta bo'ladi. Xo'p, hozir qarang. Menga mana shu Xitoy atirgul gulimiz yoqdi, lekin menga misol oyoqni tagiga pul sarflagim kelmayapti. Bu baribir mehmonlarning oyog'ini orasida qolib ketadi. Bu ko'rinmaydi. Menga обычный holatda bunga o'xshagan bo'lsa ham bo'ladi. Oyog'i desa nech pul raznica qiladi, ya'ni nech pul arzonlaydi. 6 million so'mga chiqarib beramiz. 6 million so'mga agar 3D bo'lmasa, 3D bo'lmaydi. Old oyoqlari o'yilmagan bu holatda bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Mana sizlarga variant. Bundan ham kimga nechtalik materiallarini, ranglarini o'zlari xohlaganda. Bu tushunishim bo'yicha klientni uydagi pardasiga moslangan. Ha, pardasiga moslangan. Hozir pardalar juda ko'p, shuna ko'p. Bitta orqa tarafini ko'rsatib qo'ysangiz. Orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana orqalari pardali broshkali bo'lgan. Do'stlar, broshkali qilib ishlangan. Hammasida broshka bor. Bularni orqasini ko'rsatmayapmiz. Sizlarga ma'lumot uchun mana orqasi ham однотонный material qo'yilmagan do'stlar. Ko'rib turibsizlar, orqa oldi bir xil. Hammasida shunaqa kapalaklarimiz. Hammasida shunaqa bir xil ishlangan. Kapalak fason atirgul deymiz uni, blankali. Xo'p do'stlar, keyingi komplektimiz ko'rishinglar mumkin. Bambuk gulni qoplamasi ekan. Ushbu ko'rib turgan komplektimiz 12 talik 100% yong'oqda materiallari qoplama fasonda ishlangan. Xo'p, xonlarimiz NDF xon taxta bo'ladi. 320 ga 120 holatda ishlangan. Gap bo'lishi. Xo'p, orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Gullarni ham bitta ko'rsatib qo'ydi. Juda chiroyli qilib ishlangan. Ishlovlari ham do'stlar, ikkiga mana orqalarini ham bemalol ko'rishinglar mumkin. Pardali qilib ishlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Usta narxi nech pul? Buni narxi 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Sababi qoplama fasonda ishlatilgan. Ha, rasxoti bor. Rasxoti ozgina baland. Hozir do'stlar, buni arzonrog'ini, nima uchun arzon bo'lishini hozir boshqa komplektimiz bor. O'tkazmasdan ko'rsanglar, bundan arzonrog'i ham bor, xudo xolasa. Xo'p, bu komplektimiz bo'lsa, Lisva yog'ochda bo'lgan, yog'ochlari o'ris yog'ochda, quruq yog'ochda ishlangan. Xo'p, xonlarimiz laminat 360 ga 120, 16 tali stolimiz, xonlarimiz xon taxta bo'ladi. Xo'p, bunimiz ham orqalari xuddi shu holatda pardali, broshkali qilib ishlangan. Bu jemchug svet, tushunishim bo'yicha. Bu jemchug oq svetda ishlangan, Buni xohlagan rangda, xohlagan materiallarni ham, svetlarni ham xohlagan rangida o'zgartirib berish imkoniyatlari bor. Narxi o'zgarmagan holatda. Nech pul? Bunimizning narxi 4,5 million so'm. 4,5 million xuddi shu holat, 16 shu holatda Andijon bo'ylab dastavkalarimiz bepul. 12 taligi nech pul? 12 taligimiz 3 million so'm. 3 million so'm demak. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Endi buni sal ozgina boshqacharog'i bor ekan, mana bu yerda. Sal bagatliroq, balandrog'i. Bo'yi ham baland, keyin pastida mana ochiq joyi yo'q. Naringda e'tibor bergan bo'lsanglar, ochiq joyi bor edi. Spikalari splashni tushgan. Hamma yo'g'i bir xil. Hamma yo'g'i bir xil. Buni ham yog'ochi, o'ris yog'ochida, lisva yog'ochda. Xonlarimiz NDF holatda, xonlari xon taxta bo'ladi. 275 ga 110. 12 kishilik bo'lganligi uchun o'ziga yarasha 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, endi qaranglar. Buni fasoni arzon, lekin material, machalka, kraskalari bu qimmatlari bilan bir xil narsa ishlatilgan. Albatta. Bunga misol arzonroq bo'lib turib, kraskasi arzon yo boshqa emas. Faqat buni fasoni arzonroq, kamroq narsa ketgan, shu yog'ochida farqi bor. Farqi bor, albatta. Shunisida, lekin xizmat qilishi, xudo xolasa xizmatinglarni qiladi agar akkuratni foydalansanglar. Hamma narsani ham xizmat qilish muddati uni ishlatishga bog'liq. Agar o'zini vazifasida ishlatsanglar, hammasi bu ham bir xil vazifani bajaradi. Sababi bu qimmatroq ekan deb hech qachon ikkita odam bitta stulga o'tirib olmaydi-da. To'g'ri. Shu. Navbatdagi ko'rib turgan komplektimiz 12 talik champan svetda ishlangan. Qoplamamizni oddiy fasoni, ochiq holati. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsak 5,5 million so'm. Materiallari baqaterada ishlatilgan, quruq yog'ochda. Xonlarimiz NDFda ishlangan. 320 ga 120, xonlarimiz xon taxta bo'ladi. Buni ham kimga nechtalik bo'lsa qilib berish imkoniyati bor. Buni ham orqalari pardali broshkali ishlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rsatib o'taylik. Orqalari broshkali qilingan, orqa oyoqlari ham juda chiroyli figura bilan tushgan ekan do'stlar. Endi shuni yong'oqligi nech pul bo'ladi? Buni yong'oqligimiz xuddi shu holatda 6 million so'm bo'ladi.
Do'stlar, bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnini aytib o'tamiz. Baqaterak bilan yong'oqning farqi, baqaterak nima uchun arzon, yong'oq qimmat. Lekin aslida kubasiga hisoblaganda taxta holatida baqaterak yong'oqdan qimmat bo'ladi. Chunki baqaterak kerak bo'lsa yong'oqdan ham qattiq narsa bo'ladi. Agar ustalar bo'lsa kommentariyaga to'g'ri deb yozib ketsanglar, baqaterak agar ho'l holatida yasalgan bo'lsa qurigungacha qiyshayib ketadi. Shu sababdan baqaterakdan ko'pchilik qo'rqadi, mebel olishga ham, qilishga ham. Shu sababdan narxi ozgina yong'oqdan ko'ra pastroq bo'ladi. Lekin bu quruq holatida yasalgan, adashmasam. Albatta, quruq Xudo holatda. xolasa garantiyasi Quruq bor. narsani ishlatamiz. albatta. Agar baqaterakni quruq holatida qilinadigan bo'lsa, yong'oqdan ham qattiq material bo'ladi. Do'stlar, biz to'g'ri. qo'limizdan kelgancha, ilmimiz yetgancha ma'lumotni berdik deb o'ylayman. Usta qanaqadir gaplaringiz bo'lsa bemalol. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, kuzatib borishda davom etinglar. Xudo xolasa bundanda sifatliroq, bundanda kuchliroq, bundanda qimmatroq ishlarimiz ko'rib borasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, kanal ustani o'ziniki, hech qanaqa bloger yo boshqa odam yo'q bu yerda. Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan jonli efirlarni yoqib olganimizdan keyin, mingta bo'lganimizdan keyin shu yerda jonli efirda ham ishlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Sizga arzimagan shuni obuna bo'lish tugmasini bitta bosib qo'yishingiz bizga juda katta quvonch bag'ishlaydi. Shuni inobatga olasiz degan umiddamiz. Bizga ajratgan vaqtinglardan rozi bo'linglar. Rahmat.